okajonlarim, ota va onasidan ayrilganlardan so'rang. Ularni bir bor bag'riga bosish uchun nimalardan voz kechib yuborarkanlar-a? Ota va onalarimizni tirikligidayoq g'animat deb bilaylik. Ertaga butun dunyoni bersak ham ularni bir og'iz bolam degan so'zlarni eshitishga ojiz bo'lib qolamiz. Biz bilan tarixni yarating. Gohida boshingga omad qo'narkan, gohida qayg'ular serob kelarkan. Hatto qarindoshlar o'tirganda yuz yoningda qolgani onang bo'larkan. Alamlar, sitamlar o'tsa joningdan, asar ham qolmasa go'zal oningdan, qochayotgan mahal hamma yoningdan bolam deb kelgani onang bo'larkan. Hech so'nish bilmasa firoq gulxana, oxir so'lib bitkay sevgi gulshana. Yoring ham chidolmay tark etsa sana, joyingni solgani onang bo'larkan. Xastalik dastidan kuysang bedavo, hech kimsa tashrifin ko'rmasa ravo, vali dardlaringga topsang bir shifo, dardingni olgani onang bo'larkan. O'lim tahdid solsa umringga sening, bir jon taklif qilsa umringga sening. Bolam yashasin deb o'rnimga mening jon berib kulgani onang bo'larkan. Zulmatlar qo'ynida izlama chiroq, hammaning narxini ko'rsatar firoq. Barchaning o'xshashin topursan biroq, yagona bo'lgani onang bo'larkan. Avvalambor assalomu alaykum qalbi qaynoq mehri daryo aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum Allohning nazar tushgan xonadonni xudandalari, xona qo'shnilar, jon jigarlari. Xo'sh kelibsizlar Yulduz opamizning fayzli darxonalariga. Har qadam qo'yibsizlar diydamiz ustiga. Bugun biz farzandlarni mehri qalbila Yulduz opamiz bilan Inobat opamizni izlab keldik. Farzandlarni mehri ila yo'qlab keldik. Yulduz opajon, tavallud ayyomlaringiz Allohning bergan chiroyli umrlari muborak bo'lsin. Bugun biz dilbandingiz Abdusamadjon tarafidan xonadoningizga tashrif buyurdik. Aytdilarki, meni ikkita onam bor dedilar. Birinchisi o'zimning onajonim bo'lsa, ikkinchisi Inobat onajonim bo'ladilar. Ana shu onamdan kam qilmay o'z orzu havaslaridan kechib meni katta qildilar. Bular uchun bularga juda ham katta rahmatlarimni aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, doim yonimizda tursinlar dedilar. Kechagina mevalarni ekkandingiz, hosilini kutgandingiz. Kechagina tarbiyalarni berib, mas'ulini kutgandingiz. Ekkan mevalaringiz o'z hosilini, bergan tarbiyalaringizni mas'ulini ko'rib turibsiz. Hammani farzandidan so'sin. Hamma ham mana shunday onalarini, otalarini izozlab, qadrlab, ehtiromlar ko'rsatsinlar. Biz Abdusamadjondan so'radikda, onajoningiz qanday insonlar, biz nima deb ta'rif beraylik deganimizda,
Abdusamadjon ko'zlariga yosh oldilar. Onaginam sabr toqatdan matonat liboslarni kiyib turibdilar. Onam dard cheksada yuzlari kulib turadigan sabrli, mehribon farishta mani onam bo'ladilar. Balki kimlar uchundir onam oddiy insondirlar. Lekin mana onajonim dunyodagi eng yaxshi onalar. Onam bir yelkasida otalik yuki bilan, bir yelkasida onalik yuki bilan 5 farzandni hech kimga zoriqtirmay katta qildilar. Yemək yedirdilar, kiymək kiydirdilar. To'g'ri, onam milliarderlar ro'yxatida turmasalar-da, hech qachon biz farzandlarni och qoldirmadilar. Yirtiq yamoq kiyintirib ko'chaga chiqarmadilar. O'z jonlaridan kechib biz farzandlarni jonlarini fido qildilar. Onajonimizdan jannat, Makka qarzimiz bor. Dunyo turguncha tursinlar. Biz ikkala onamizni juda yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doim sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsinlar. Onam biz farzandlarga shuncha mehnat qildilar, endi rohatimizni rohatda ko'rib yursinlar. Mehnat qilish navbati bizga yetib keldi dedilar. Ilohim bugun qarang farzandlarni ardog'ida, e'zozdasizlar. Ilohim hamma onalarga mana shunday kunlarni Alloh nasib aylasin deymiz. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Sovg'alar bor ekan, qani topshirib qo'yamiz. Qani ketdik. Muborak bo'lsin. Onalarimiz, jon rishtalarimiz, onajonlarimiz bizning farishtalarimiz dedilar. Haqiqatdan otasiz onaga qiyin, onasiz hammaga qiyin dedilar. Onasi bor insonlarning baxti butun, bag'ri doim to'la to'kis bo'lar ekan. Onani qalbidan qimmat yo'qdir, onani mehrini minnat yo'qdir dedilar. Bir qo'lda dunyoni, bir qo'lda beshikni tebratgan, oyoqlari ostida jannat turgan onajonlarimizga biz doim ta'zimdamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Farzandlar uchun shuncha kuyib yondinglar, o'z jonlaringizni fido qildinglar. Ana endi o'zlari uchun yashaydigan vaqt keldi. Mazza qilib sanatoriyaga boringlar, gap-kashtanglarga boringlar, farzandlarning rohatini rohatda ko'rib yuringlar deymiz. Abdusamadjon, ikkita onajonimga atalgan sovg'alarim bor dedilar. Kutilmagan surprizlar bor ekan. Qani olib kelamiz. Onalarimni qadri tillolardek qadrli bo'lsin deya italyanskiy 999 asl sof tillarni onalarga hadya etyaptilar. Onalarga qanchalik qilsalar shunchalar kam. Qadrlaringiz mana shu tillolardek qadrli bo'lsin. Telefon ham bor onamizga. Galaxy eng so'nggi rusumdagi mazza qilib ishlatasiz onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Onalar hayot yo'llarimizda sarbon, dardimizga darmon bo'lar ekan. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Onalarni ta'riflashga til ojiz. Ona quyosh parchasi, ona mehr chashmasi, ona dunyo bekasi, onalarimiz jannat egasi ekan. Onalarni begonasi bo'lmaydi dedilar. Har doim farzandlarning baxtiga sog' bo'linglar. Abdusamadjon, siz dunyodagi boy insonsiz. Bitta emas, ikkita onajoningiz bor. Nima degan bo'lardingiz bularga? Onajonlarim baxtimizga sog' bo'lsin. Xudo xohlasa men farzandlarimni to'ylarida ham shunday yonimda turish har doim nasib qilsin. Bobojon, sizni ham yaxshi ko'raman. Rahmat.
Kattaga rahmat. Qani yana tabriklar bormi? Bugun ikkita onamizga tilaklarni izhor qiladigan yuragida o'ti borlar bormi? Danagidan mag'zi shirin nabiralar. Shahnoz opa. Shahnoz opa siz ham keling. Assalomu alaykum. Uni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'-omon bo'ling. Kattaga rahmat. Bu onalarni yaratmasa, ona faqat bolam, bolam, bolam deydilar. Bolaginam bolasi qanday o'rik donasi deya keling yonimizga. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shunday xonadonga, Yuldizoyda xonadoniga xush kelibsizlar. Yuldizoy qayinsinim emas, meni katta qizim bo'ladi. Yuldizoy uzoq umr ko'rsin, farzandlarini huzurini ko'rsin, kelinlarni, nabiralarni, o'g'lillarini huzurini ko'rsin. Mana shunday kunlaringiz ko'p bo'lsin, aynan. Baxtli, saodatli bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, mana shu niyatlaringiz ushalsin, aynan. Mana shu birday xonadoningiz mana shu to'yxona, murodxona bo'lsin, ilohim. Xafa bo'lmang, bu sevinch ko'z yoshlari. Avvalambor qaynonamni, qaynotamni, mana shu qayinsinimni qo'llabgina tursin ruhlari. Ular uzoqdan bo'lsa ham ruhlari qo'llab tursin. Niyatlaringiz butun bo'lsin. Nasib bo'lsa, mana shu nabiralarni ham sunnat to'yini kelinlar olgansiz, navara kelinlar olgansiz ham mana shunday o'g'lilaringiz yoningizda shay bo'lib tursin. 5 o'g'lon, 5 avlod bo'lsin, ilohim. Baxtli, saodatli kunlaringiz ko'p bo'lsin, o'rgilay. Doim sog' salomat bo'lib, mana shu men baxtimga o'ynab kulib eshigimdan kirib borsangiz bo'ldi, aynan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kattaga rahmat. Muhabbat hojonajon, bugun jigarlarni yo'qlab, mana shunday jigarlarni yaxshi kunlarda yonlarda turibsiz. Onaginangizning taftini, onaginangizning mehrini mana shu jigarlarda ko'rgansiz. Bugun onangiz bilan otangizni ko'rgandek bo'ldingiz, mana shu jigarlarni yo'qlab kelib. Nima degan bo'lardingiz jigarlaringizga? Xonadoniga umri uzoq bo'lsin, baland huzurni ko'rsin. Hamisha dasturxoni ochiq bo'lsin, o'g'illarni uylantirsin, Nozimjonni ham niyati yetsin. Shu kunda yetguncha ko'raman, armon qilib yuragimga ko'rdim, Xudoga shukr. Bundan yaxshi yashab, baland huzurni ko'raversin, sog' bo'lsin. Hamisha baland bo'lsin, nabira to'ylar qilsin, uylarni o'xshatsin singlim. Sog' bo'lsin, dadamlarim, merosxonlarim bilan. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Bag'ringizga mahkam quchoqlab qo'ying, bosib qo'ying. Qitlardan qonib, jigarlardan to'yib oling. Ota-onadan qoladigan meros opa-singil aka-uka bo'lar ekan. Opa-singillar o'zlari o'zga xonadonlarda yashasalarda, jigarlarga zirabcha kirsa yuraklari og'rib turadigan ham opa bo'lar ekan. Qiyomatda hech ikkilanmasdan savoblarni beradigan ham opa bo'lar ekan. Onadan so'ng opa onalik qilar ekan. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jigarlar, ana shunday mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Qani yana bormi? Shahnoz opa qanisiz? Shahnoz opa keling yonimizga. Shahnoz opa, mana bugun xolalarni oldida mazza qilib diydorlashib turibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar xush kelibsizlar. Bugun mana opam tug'ilgan kunlariga yuzlarga kirsinlar. Balarning baxtiga sog' bo'lsin. Azizaxon, kelasiz siz ham. Yulduz opamni bu kunlarga yetib kelishni o'zi bo'lmadi. Tosh kiysa kemirdilar, suv kiysa simirdilar. Boriga qanot yo'g'iga shukr qilib, jigarlarni daldalari tufayli mana shu bugun 5 farzandni onasi bo'lib, qirolichasi bo'lib turibdilar. Hammaga mana shunaqangi baxtlar nasib qilsin. Albatta, sabrda mukofotini bugun ko'rib turibmiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, azoblaringiz chekkan azoblaringiz rohatga aylansin. Keling Azizaxon, xolajonlarga. Assalomu alaykum.
barcha mehmonlar xush kelibsizlar. Bolam xonadoniga. Bola yuzlariga kiring. Baxtimizga sog'. Abbosjon kelamiz. Yuragim to'kilib ketyapti ona, chokidan so'kilib ketyapti ona. Ozorlar jonimga yetyapti ona, faqat siz qaramay turing. Soxta odamlarning ko'zida qahr, siz yo'q bu dunyo ham bo'ladi taxir. Sizdan boshqa dardkash kimim bor axir? Faqat siz qaramay turing. Ishlarim zo'r bo'lsin, zo'r bo'lgunimcha, dardingiz tortishga jo'r bo'lgunimcha, qarib telba yoki ko'r bo'lgunimcha, faqat siz qaramay turing. Dunyoda bebaho boylik o'zingiz, bizga omad aytgan har bir so'zingiz. Quvoning baxtimiz ko'rib ko'zingiz, faqat onasiz qaramay turing deb farzandlar chiroyli bitiklarni bitibdilar. Abbosjon, onajonlaringizga tilaklaringizni izhor qilasiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bir onam bor, 3 ta xolam bor, onamdek hammalari. Baxtimizga sog' bo'lingizlar. Hamisha yonimizda turganlaringiz uchun rahmat, hammalaringiz uchun rahmat. Ishda onalarni mahkam bag'irlaringizga bosib qo'yasizlar. Xoladan onani hidi keladi deydilar. Bir inson aytdilarki, ha, onang bilan otangni dengizlarga, sanatoriyalarga, hajlarga jo'nat deb hech kim aytmadi menga ota-onam borida. Bu paytda aqlim ham yetmasdi. Hozir aqlim ham kirib qolgan. Olib boray desam, sanatoriyalar go'zallashib ketgan, hajlar ham ancha arzonlashib qolgan. Lekin olib boray desam, otam ham yo'q, onam ham yo'q dedilar. Lekin mana shu 5 farzandda hali imkoniyat bor. Biz ishonamiz, onalarini haj safarlarga jo'natib, 3 ta onasini jo'natadilar farzandlar. Mana shu 5 ta o'g'il 20 ta o'g'illarning o'rnini bosadigan farzandlar bo'libdi. Hammani farzandidan so'sin. Ilohim farzandlar onalarini e'zozlab, qadrlab, bularning duolarini olsalar, mana shu o'zlari o'stirayotgan farzandlari bular yozgan kitoblarni o'qib beradilar. Bu qaytar dunyo deydilar. Onalarga farzandlardan nima kerak? Bir chamdan mehr kifoya. Mana shu mehrlaringizni hech qachon darig' tutmanglar. Bugun sizlarning yaxshi kunlaringiz, opa-singillar, jigarlar, maza qilib bitta davra o'yini qilamiz. Qani ketdik. Xonima Gulilonam, deydi jonim omon bo'lsin jonim bolam. Betob bo'lmang yaratganga yetsin odam. Canım onam, cennetteki reyhanıma gül olam. Onam, onam, balım onam, benim güzel çırağıyla benim onam. Onam, onam, canım onam, cennetteki reyhanıma gül olam. Onam, onam, balım onam, benim güzel çırağıyla benim onam. Tavallud ayyomlama borayımızda. Dünya teşvişlerin başta kötarip, her gün duadan kalmayan can onam. Farzandları için canıdan keçip, saçlarga oqlar oralagan onam. Mehringizga doim mushtoqman onam. Hoy jannatni yuzligim volidam. Beshigimni tebratganingiz uchun umrim yetmas mendan rozi bo'ling onam. Onam, onam, canım onam, cennetteki reyhanıma gül olam. Onam, onam. Qo'lini boshiga balo, yengil mendan salgina naro. Qanqa qo'yma faqat mendan, dilim og'risin shundan qaro. Ajab qo'ysin shunaqa yuraman, seni juda yaxshi ko'raman. Senda hammaning borlarini, maqsadini yaxshi bilaman. Voy mana nima deyapti, insanlar qo'yapti. Buni balanddan yemasda, gapi yo'qmayapti. Voy mana nima deyapti,
adashma gaping yoqmayapti. O'yinchoq emas yuragim, sevolmaydi har kimsan. Haqiqatlarni yozib bor, quloqlaringga quyib bor. Yotmasa agar gaplarim, unutdi mayli, yaxshi qol. Voy mana nima deyapti, ensalar qo'yapti. Balanddan kelma, gaping yoqmayapti. Mana nima deyapti. Bu dunyo bir ko'hna bozor. Kimdir zo'rdir, kimdir mezor. Yugurganga yetmaydi yo'l, murodiga bir kun yetar. Bu dunyo bir o'tar dunyo, qishga bir ketar dunyo. Yaxshilik qil, yaxshi bo'lgin, yaxshi noming qolar dunyo. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bu dunyo baribir o'tar, mansab kelsa u ham ketar. Sog'ligingning qadrini bil, shu baxt senga kunda yetar. Bu dunyo bir o'tar dunyo, qishga bir ketar dunyo. Yaxshilik qil, yaxshi bo'lgin, yaxshi noming qolar dunyo. Qalbga faqat mehr to'lsin, dillar doim nurga to'lsin. Ey yashanglar, Allohim o'yin kulgidan ayirmasin. Har bir xonadonda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Bir dona non sinsa ham xonadonlaringizda yaxshi kunlarda, tavallud ayyomlarda, to'y tantanalarda sinsin deya niyat qilamiz. Sog'inib yashaydi odam. Ertaga armon bo'larmiz, biz ham umr omonatdir, diydor g'animat deydilar. Azar umrimiz ham qurilgan bir ko'prikka o'xsharkan. Bu ko'prikdan shoh ham o'tarkan, gado ham o'tarkan. Siz bizdan qoladigan ikki og'iz shirin so'z, bir chimdim mehr kifoya ekan. Shunday ekan davramizga Yoqub tog'amiz bilan Inoyat opamizni chorlaymiz. Qanilar? Bugun barcha yaxshi niyatlarni Yulduz opajonimizga jigarlar izhor qiladilar. Yulduz opamning opajonlari. Inoyat opa qani siz? Keling. Yoqub tog'a qani siz? شو انا خدت شو من الاساس معقول اللي بتاعت ما انا بقول انت قلت Tapmak yıkatmaktır, yıkatmak, tapmak, sen yaşam. Nodira yenge qani siz? Nodira yenge. Assalomu alaykum.
to'yli kunlardan tabriklaymiz. Kunlaringizga baxtingizga sog' salomat bo'ling. Nima aytgan niyatlaringizga yeting. Hamisha o'yin kulgi bilan, hamisha dasturxon shunday bo'lsin. Hamisha kulgi bilan baxtingizga sog' salomat bo'ling. Kattakon rahmat, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar va mehmonjonlar. Mana bugun Yulduz singlimning tug'ilgan kuni ekan, tavallud kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin. Men shu 5 ta farzandni hamisha baxtli kamolini ko'rib, yaxshi kunlarida davralarini to'ldiribgina yursin. Hamisha xonadonlariga baxt tilayman, omad tilayman. Yulduzjon, biz ham ko'p unida ko'rasiz, sovg'amiz bor sanim, sovg'amizni qabul. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deydilar. Qo'shni qo'shniga omonat deydilar. Qo'shnini qo'shnida haqqi bor deydilar. Gilam sotsang qo'shningga sot, bir chetida o'zing o'tirasan. To'y boshlasang qo'shningga ayt, yugurdan qutulasan deydilar. Qo'shnilar boringlarga shukr. Mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Yulduz opa, kechagina farzandlaringiz tita-poya qilib yurganlarida har bitta farzandingizni tug'ilgan kuniga обязательно, albatta shirinlik olib kelib, shamlarni yoqib bularni tabriklagansiz. Qarang, qaytar dunyo bugun sizni tavallud ayyomingizga farzandlaringiz ajoyib tortlarni olib keldilar. Mana shu shamchiroqlarni yoqib siz farzandlaringizga kechagina mana shu shirinliklarni yedirgan bo'lsangiz, bugun farzandlaringiz sizga bo'lishadilar. Qani ketdik tortlarni. Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli, o'zimga o'xshaydi bolam chiroyli. Mendan ranjimak ey yoru do'stlarim, aslida hammadan onam chiroyli. Yig'lasam yig'lab, kulsam-da kulgan, meni yuragida jonida bilgan. Vaqtim ko'rayim deb qaddi bukilgan, aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Hayot shamchiroqlaringiz hech qachon so'nmasin. Tortlardek totli bo'linglar. Ko'zlari yo'limda yozuq qishlari, mening kelishimni zor kutishlari, tabassum qilganda marjon tishlari, aslida hammadan onam chiroyli. Meni suyolmaydi onamday hech kim, menga kuyolmaydi onamday hech kim, meni qo'yolmaydi onamday hech kim. Aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Bayramlar muborak bo'lsin. Xursandmisizlar onajonlarim? Sizlar bundan-da ziyodalarga loyiqsizlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Ana endi birinchi so'zni sizga beraman. Bugun nima degan bo'lardingiz? Kutmagandingizmi Abdusamadjondan mana shunaqa surprizlarni? Siz bundan-da ziyodalarga loyiqsiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Senillarim, jigar qo'shalarim, rahmat. Izzat qilib kelganligim rahmat. Sizga ham rahmat. Men bu videochilarga hammalariga rahmat. Shu kunni umuman kutmagandim. Sening bolalarga huzur ko'rsin.
Shu hamisha shu xonadonga to'ylarga kelinglar. Balalar to'yiga bitta o'g'li qoldi. Shuni ham jigarlarim biz qo'shilishib uylantiraylik. Shu avliga to'yga kelinglar. Kelganlar uchun hammalariga rahmat. Sog' bo'linglar. Kattaga rahmat. Bugun Abdusamadjon sizlarni qadrlabdi, ehtiromlar ko'rsatibdi. Abdusamadjon bir qipti ilohim bularga ziyodasi bilan qaytarsin. Haqiqatan onalarni izozlab qadrlasinlar, qaytar dunyo bilan farzandlari ham o'zlariga qaytarib beradilar. Gulzonajon, bugun yuragingizda nimaki niyatlaringiz, aytolmagan farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, biz sizga imkoniyat beramiz. Hammasini aytasiz, marhamat. Assalomu alaykum hammalarga. Ikromjon, Abbosjon, Samadjon, Nozimjon, Yoqubjon, kelinlarim, sizlarga ham rahmat hammalaringga. Shu narsani kutganimga o'g'izim, ballarim, baxtimga sog' bo'linglar. Shu qiyinchiligimni ko'rib, mana shu qildinglar ballarim, baxtimga sog' bo'linglar. Nozimjon, Ikromjon, sizlarga ham rahmat balam. Yaxshi ishlanglar balajonim. Hammalaring sog' bo'linglar baxtimga. Apajon, siz ham sog' bo'ling. Apalarim hammalaring sog' bo'linglar, akalarim sog' bo'linglar, yangalarim, jiyanlarim sog' bo'linglar, hammalaringga rahmat sizlarga ham. Kelinjonlarim sizlarga ham rahmat. Kelinim emas, bilayam qizim. Hammalaringga rahmat balalarim, barakakini topinglar. Ballalarim bilan qo'sha qaranglar. Sizlarning baxtlaringga men ham sog' bo'ling. Balajonim, mashalla mininglar sizlar ham. Hammalaring sog' salomatgina bo'linglar. Yana bir bor rahmat aytaman. Sizga ham rahmat aka, videoga rahmat. Sizga ham rahmat, baxtimizga sog' bo'linglar. Hammalaringga uzoqdan kelganlarga ham rahmat. Zilola opa, rahmat sizga ham kelganingiz uchun izzat hurmat qilib, po'cho sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham baxtimga. Hamsiyalarim, yangalarim, jiyanlarim sizlarga ham rahmat. Maftunajon, Xolbiyjon kelganlaringiz uchun hammalaringga rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar baxtimga. Izzat hurmat qilib kelganlar uchun hammalaringizga ham rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Kattaga rahmat. Bitta qarsalatib qo'yasizlar. Qadringiz onajonlarim har doim nondek aziz. Qalblaringiz qordek nafis, qadrlaringiz tog'lardek yuksak bo'lsin. Sizlar bundanda ziyodalarga loyiqsizlar. Endi g'amlarni ortga chekintirib, faqatgina yorug' kunlar keldi. Endi faqatgina xurram va xursand bo'lib, farzandlarning yutuqlaridan faqat xursand bo'lib yashanglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Men nima demoqchiman? Bugun farzandlaringizda agar surprizlarni qo'ldan kelgancha yetkaza olgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Faqatgina yaxshi kunlar ko'paysin. Yaxshi kunlarda biz ham kelib yollaringizda xizmat qilaylik. Xojona bo'linglar. Haj to'ylaringizda ham yollaringizda turishlikni Alloh nasib aylasin deymiz. Onam ekkan gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam ulug' zot, oyda yerda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa, tosh haykaldan foyda yo'q. Ko'nglim uchun jon bolam boshlaringda ko'targin, tillaringga zavq berib doston qilib kuylagin. Tik boqmagan ko'zimga diydam toshdek qotmasin. Qarab o'ysam jon bolam u bolangdan qaytmasin. Men tirikman jon bolam, o'rdaqiyon otib ye. O'lganimdan so'ng meni arpa unga sotib yedigan ekan qadimkilarimiz. Bularni borlarda qadrlarga yetinglar, bularni duolarini olinglar. Vaqti keladiki, bolam yaxshimisan degan so'zlarni, hattoki bosgan izlarni ertaga butun dunyoni bersak ham topa olmas ekanmiz. Bular topilmas noyob gavharlarimiz, yerdagi farishtalarimiz, jon rishtalarimiz ekan. Onasi bor insonlar hech qachon qarimaydilar. Oltin kumushni eskisi bo'lmaydi, ota-onani qarisi bo'lmaydi deydilar. Ota-onalarimiz bizga g'animat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Qadrli qadrdonlar, yana bir bor qimmatli vaqtlaringizni ajratganlaringiz uchun tashakkurlar izhor qilamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Yana yaxshi kunlarda sog' salomatlikda diydor ko'rish hammamizga nasib aylasin. Yo'qotganlarimiz ichida qaytmaydigan ota-ona bilan sog'liq ekan. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'linglar.